Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi akajon? Bu yoqda nimaga o'tiribsiz? Sho'xlar uxlab qolmasin, 5 ga dam beramiz. Yo'l tekis qo'yib. Mashinalar chekka to'xtayapti. Mana so'raymiz, nima uchun mashinalarni to'xtatyaptilar? Mana bu yoqda ancha-muncha mashinalarni to'xtatishgan. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, maqsad nima mashinalarni bu yoqda to'xtatishdan? Maqsad o'sha yo'l tekis haydovchilarni shu yo'lga chaqirish uchun. Yo'lda uxlab qolmaslik uchun. Yo'l tekis. 5 minut damni olib, uyquni qo'shib shu yo'lga haydaymiz. Tushundim. O'sha maqsad to'xtam, harakat xavfsizlik ta'minlash. Yo'l transportlarini oldin olish. Bu yoqda kurlovska ishlaysizlar? Endi men bu yoqda mana butkalari bor ekan, mana shu yerda o'tiradilar. Rahmat sizga kattakon. Charchamanglar. Charchamanglar. Eshitdinglar, maqsadlari haydovchilar yo'lda uxlab qolmasligi uchun mana shu yerda akalarimiz issiqda mana shu quyoshda turib haydovchilarni chetga olib dam olinglar deb mana bu yerda mini market bor. Mana shu yerda suv olib, ovqatlanib, yana o'zlarining yo'llarini davom ettirish uchun mana shunaqa sharoit qilib qo'yilgan. Akalarimizga rahmat. Biz bu aytgandek Buxorodan Nukusga qarab yo'l olyapmiz. Agar bizani yo'lda u kim ko'rib qolsa